Ayni kunlarda yurtimizda juda ko'plab gripp kasalligi, shunga o'xshash kasalliklar avj olayotgan bir paytda biz Bekobod tumani bolalar bo'limi shifokori Iroda opa Qodirova bilan ochiq muloqot uchun tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Iroda opa, sizga bizni savolimiz hozir gripp kasalligi ko'payib boryapti-da. Shuning uchun gripp kasalligi haqida ozgina tushuncha berib o'tsangiz. Endi hammamizga ma'lum, kuz-qish mavsumida gripp kasalligi juda ko'p uchraydigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Ayniqsa gripp kasalligi yosh bolalar o'rtasida juda ko'p uchraydi. Gripp kasalligi o'zi qanaqa kasallik? Gripp kasalligi bu viruslar keltirib chiqaradigan o'tkir respirator virusli kasallik hisoblanadi. Bu kasallik kasal boladan sog'lom bolaga havo tomchi orqali yuqadigan kasallik hisoblanadi. Endi ko'proq bizda bolachalar 5 yoshgacha bo'lgan bolachalarda bizda bolalar kasalliklar juda ko'p uchraydi. Lekin hozirgi kunda mana shu mavsumiy kasallik bo'lgani uchun gripp kasalligi 2 oylikdan toki 18 yoshgacha uchrash holatlari kuzatilyapti. Endi gripp kasalligini har bitta alomatini, uni qanday davolashni, uni nima qilsa oldini olish choralarini har bitta ota-ona uchun bu bilish juda muhim hisoblanadi. Gripp kasalligini qanaqa belgilar bilan boshlanadi, qanday boshlanadi? Gripp kasalligi to'satdan boshlanadi. Gripp kasalligini eng asosiy belgilaridan biri bu tana haroratini ko'tarish hisoblanadi. Tana harorati 38-40 darajagacha ko'tariladi. Yo'tal bo'ladi. Juda qiyinchilik bilan bolalar kechasidan tuni bilan uxlamasdan yo'taladi. Undan tashqari mushaklarda, boshda og'riq kuzatiladi. Burun oqishi yoki bo'lmasa burun bitishi kuzatiladi. Bundan tashqari yosh bolalarda ich ketish hamda qayt qilish holatlari kuzatiladi. Endi mana shunaqa kasallik alomatlari, kasallik belgilari paydo bo'lganda ota-onalar birinchi navbatda nima qilish kerak? Ular darrov shifokorga murojaat qilish kerak. Nima sababdan murojaat qilish kerak? Chunki agar gripp kasalligi vaqtida davolanmasa, vaqtida yordam ko'rsatilmasa, gripp kasalligini juda yomon asoratlari bor. Birinchi asorati bu pnevmoniya, o'pkani yallig'lanish kuzatiladi. Undan keyin bronxit kasalligi, ya'ni bronxlarning yallig'lanishi kuzatiladi. Undan tashqari quloq kasalliklari, otit. Chunki mana burnim oqqandan keyin burun bilan quloq birgalikda qaqiladi, orada soобщение bor. O'shaning uchun quloq kasalliklari, ya'ni yiringli otit, o'rta otit, ichki otit, tashqi otit kasalliklari kuzatilishi mumkin. Undan tashqari bolachalarda puchkasiga yoki bo'lmasam asab tizimiga asoratlar berishi mumkin. Endi mana onalarimiz nima uchun bilish kerak deyapman? Chunki onalarda uyda bolalar kasal bo'lgandan keyin nima qilish kerak? Birinchi navbatda issiq tushiruvchi vositalarni qanaqa ishlatilishini, qanaqa dozada berilishini bilishlari kerak. Misol uchun issiq tushiruvchi uchun parasetamol yoki bo'lmasam ibuprofen dori vositalari yoshiga mos ravishda berilishi kerak. Undan keyin agar uyda bo'ladigan bo'lsa, bolachalarni alohidalash kerak. Chunki u kasallik havo tomchi orqali virusli kasallik bo'lgani uchun tez tarqalib ketadi. Oila a'zolaridan alohidalash kerak. Bundan tashqari maska taqish kerak. Agar yosh bola, maktab yoshidagi, bog'cha yoshidagi bola bo'lsa, maska taqish kerak. Undan tashqari nima deydi? Xonani shamollatib o'sha viruslar chiqib ketishini ta'minlashimiz kerak. Xonani shamollatib turish kerak, shamollatib turish kerak. Endi Iroda opa, hozirgi kunda mana hozir ko'ryapmiz, tibbiyot bolalar bo'limiga kirganimizda juda ko'plab ona bolalar mana shu yerda otasi, onasi bilan bolalarni olib kelayotgan, kecha-yu kunduz bu narsa ko'p kelayotgan. Mana shu kasallik bilan bir kunda taxminan bo'limga qancha murojaat qilinyapti hozir kunda? Endi hozirgi kunda bizda mana bolalar bo'limimiz 60 o'rinli bo'ladigan bo'lsa, bizda ba'zi holatlarda 110 ta, 118 tagacha yotgan bemorlar bo'lyapti. Kelib, ko'rinib ketadigan bemorlar soni, misol uchun ertalab mana ishga kelamiz 8 dan, ertangi kuni soat 8 gacha
160 bir sutka davomida 160 ta 150 ta ambulator kasallar murojaat qilib kelyapti. Ularga kecha kunduz, mana kunduz kuni kunduz ishlaydigan shifokorlarimiz, kechqurun 5 dan keyin navbatchi shifokorlarimiz yordam ko'rsatadilar, o'zlarining tavsiyalarini beradilar hamda oldini olish uchun nimalar qilish kerakligini tushuntirib ota-onalarga yordam ko'rsatib, birinchi yordamni albatta ko'rsatamiz. Chunki bizning qabulxona bo'limimizda o'sha issiq tushiruvchi vositalarimiz hammasi bor. Paracetamol svecha bor, ibuprofen tabletkamiz bor, ibuklin tabletkamiz bor, paracetamol tabletkamiz bor. Ularga birinchi yordam ko'rsatamiz. Issig'i rosa baland bo'ladigan bo'lsa, 38,5, 39 bo'ladigan bo'lsa, ularni iliq suv bilan rastriraniya qilib, yoshiga mos yo svecha qo'yamiz. Katta yoshdagi bola bo'lsa, tabletka beramiz. Yordam ko'rsatib, issig'i ozgina tushgandan keyin ularga ruxsat beramiz. Shu o'rinda biz ko'proq kuzatadigan narsamiz, oilalarda bo'ladigan narsa, mana yosh bolalarda grippga o'xshagan, shunga o'xshagan kasallik bo'lsa, mana bu dorixonalarda sotilyaptiki, ingalyatsiya apparatlari olib turib, o'zlari o'zboshimchalik bilan qilishlari qanchalik to'g'ri, ota-onaning o'zboshimcha bolaga ingalyatsiya qo'yishi, u qaysi vaqtda qo'yiladi aslida? U bolaga qaysi paytda kerak bu narsa? Kerak emas paytda bilib bilmay qo'ysak, u oqibati qanaqa bo'ladi? Shu haqida ham ozgina tushuncha berib olsangiz. To'g'ri, savolingiz juda o'rinli, chunki juda ko'p onalar keladi. Mana shu noto'g'ri dori berish oqibatida ko'pchiligi boyaga aytganimdek grippda asoratlar bilan keladi, bronxit bilan keladi, pnevmoniya bilan keladi, ich o'tib, qaytib keladi bolachalar. Endi ingalyatsiyani o'ziga yarasha foydali tomoni ham bor, zararli tomoni ham bor-da. Chunki ingalyatsiya har xil kasalliklarda har xil dorilar bilan qilinadi. Misol uchun laringit, yuqori nafas yo'llarini yallig'lanishda biz Decasan degan dori vositasini tavsiya qilamiz. O'sha tomoqdagi yallig'lanishni hamda mikroblarni o'ldirish uchun biz tavsiya qilamiz Decasan. Endi ba'zida boya aytdim, kichkina bolachalarimiz 6 oygacha, ko'krak yoshidagi bolachalar bo'ladigan bo'lsa, ularda nafas yo'llarida qisilish bo'ladi, torayish bo'ladi. Ana o'sha nafas yo'llarini kengaytirish uchun, balg'am bemalol chiqib ko'chishi uchun biz ularga nebutamol, nebufluzon, pulmikor kabi dori vositalarni tavsiya qilamiz. Yoshiga qarab minut, mana misol uchun kichkina bola bo'lsa 5 minut, katta yoshdagi bola bo'lsa 7 minut, undan katta maktab yoshidagi bola bo'ladigan bo'lsa 10 minutgacha tavsiya etamiz. Keyin bolani ahvoliga qarab bir kunda 1 mahal, 2 mahal, 3 mahalgacha ingalyatsiya qilishni biz tavsiya qilamiz. Lekin ko'p ota-onalar mana ba'zida shunaqa bo'ladi, 10 kun oldin yo 1 oy oldin dori vositasini yozdirib ketadi-da, bolasi kasal bo'lsa o'sha dori vositasiga qarab aptekaga boradi-da, o'z boshimchalik bilan o'sha dorilarni beradi. Mana misol uchun paracetamolni beradigan bo'lsa, paracetamolni asoratlari juda yomon. Uni jigarga asorati bor. Agar uni peridozirovka qilsangiz, ya'ni yoshidan ortiq berib yorsangiz, hamda o'sha 3 marotabagacha mumkin. Paracetamol issiq tushiruvchi vositalar hammasi bir kunda 3 martagacha har 8 soatda berish mumkin. Lekin undan ko'p bersa yoki bo'lmasam dozasini oshirib yorsa, u bolachada temperaturani tushib ketishi, ya'ni gipotermik holat yuzaga kelishi mumkin. Bola shalpayib qoladi, uyquchan bo'ladi, suv terlaydi, oyoq-qo'llari muzlab qoladi. Bunaqa holatlar bizda juda ko'p bo'ladi. Chunki onalarimiz sabrsiz. Ularda hech qanaqa ma'lumot yo'q. Dori vositasi to'g'risida, isitma to'g'risida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Больницаga kelgandan keyin biz bularga tushuntiramiz, aytamiz, ko'proq suyuqlik bering deymiz. Usti qalin bo'lsa yechintiring, sal yengillating, bola nafas olish kerak. Chunki bola faqat burun, og'iz orqali nafas olmaydi, bola teri orqali ham nafas oladi. O'shaning uchun shunaqa holatlarda ko'p bo'ladi. O'z boshimchalik bilan paracetamol beradi, o'z boshimchalik bilan ibuklin tabletka beradi. Chunki bu issiq tushiruvchi vositalar hammasi yoshiga qarab beriladi. Misol uchun 3 yoshgacha boshqa dori vositasi tavsiya qilamiz. 3 yoshdan 6 yoshgacha, maktab yoshigacha boshqa dori, maktab yoshidagi bolachalarga yoshiga qarab issiq tushiruvchi vosita tavsiya qilamiz. Endi Iroda opa, so'nggi savolim, juda o'zi mazmunli nima qilib berdingiz. So'nggi savolim shundayki, qisqacha ota-onalarga tavsiya. Endi birinchi navbatda bolani yoshiga qarab biz tavsiya beramiz. Agar ko'krak yoshidagi bola bo'ladigan bo'lsa, albatta ona uni ko'krak bilan boqish kerak. Bu birinchi o'rinda. Ikkinchidan, gigiyenaga rioya qilish kerak. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. O'sha vitaminga boy narsalar berish kerak. Boyaga aytganimdek, namli xonani namlantirib turish kerak. Keyin isiriq
mumkin emas. Chunki isiriq bolachalarda allergiya qo'zg'atadida, bola bo'g'ilib qolishi mumkin. Isiriq biz tavsiya qilmaymiz. Faqatgina xonani shamollatib, влажный уборка qildirtiramiz. Undan tashqari kun tartibiga rioya qilish kerak, vaqtida uxlash kerak, vaqtida anaqa dars tayyorlash kerak, vaqtida demak o'sha nima deydi, jismoniy mashqlar bilan shug'ullantirish kerak. Undan tashqari mana bolachalarimiz bog'cha yoshidagi bola bo'ladigan bo'lsa, bog'chaga yuborish kerak emas. Bog'chaga yubormay tursa, o'sha kasal bola bog'chaga biz ota-onalarimiz ko'pincha kasal bolasini bog'chaga jo'natadi-da, sog'lom bolachalarga o'sha kasal bolachalardan yuqadi va uyga kelib, uydagi oila a'zolariga yuqtiradi. Maktab yoshidagi bolachalar bo'ladigan bo'lsa, demak ularni maktabga yubormay turish kerak. Endi mana katta shaharlarda epidemiya bo'ladi, epidemiya paytida ular karantin qilishadi. O'shanaqa karantinlar tashkil qilish kerak. Karantin bo'lsa, o'sha bolachalarga yuqib ketmaslik, ko'payib ketmaslikni oldini olishimiz mumkin. Yana shu keyin vaksinatsiya qilish kerak. Vaksinatsiya kuz paytida mana biz sentyabrdan boshlab grippga qarshi emlaymiz. Yosh bolalarni, kattalarni grippga qarshi emlaymiz, chunki bu kasallik mavsumiy kasallik hisoblanadi. Undan tashqari mana har yili grippning turi o'zgaradi. Turi o'zgaradi-da, shuning uchun klinik belgilar, alomatlari har doim har xil bo'ladi. Undan tashqari mana 6 oygacha bo'lgan bolachalarda bu gripp kasalligi juda ham og'ir kechadi hamda tez asorat berib yuboradi. O'shaning uchun biz ota-onalarga aytamiz, mana shu bola issig'i chiqib qoldi, bola emmay qoldi, bola uxlamayapti, bola qusyapti, zudlik bilan o'zlarini hudud shifokorlariga murojaat qilishlarini tavsiya qilamiz. Aziz tumandoshlar, mana Iroda Qodirovani mana shifokorimizni ota-onalarga bolalar uchun bergan tavsiyasini o'zlaring uchun olasizlar degan umiddamiz va Iroda Qodirovaga bugungi mazmunli suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'ling. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.